Sen yıqıladigan boldim deb qarasaң, undaqda cho'qim yiqilishing mumkin. Sen yiqilmay dast turman deb qarasaң, undaqda cho'qim yiqilmay dast tura olishing mumkin. G'albi qilg'ing botirliq, yana qo'limdan kelmaydi deb qarasaң, undaqda cho'qim g'albi qilolmaysan. Sen mag'lub bo'lishing mumkin deb qarasaң, undaqda cho'qim mag'lub bo'lasan. Hamma g'alba faqat dilda saqlangan bo'ladi. O'zingni raqibingdan kuchli deb qarasaң, sen cho'qim ulardan eshib tushalaysan. Shunga sen ishni yaxshilik tarafiga o'ylashing va o'zingga ishonishing kerak. Mushundaq bo'lgandila ondan g'alba qila olaysan. Turmushda kuchliklarning cho'qim g'oliblardan bo'lishini atayin, lekin muvaffaqiyat hamon ishonchisi bor kishilarga mansub.